Tushdi daraxtdan, Kimni bolasisan? Qo'shni gugurt yo'qmidi? Yo. Chebure yeyim kelib ketdi qo'shni. Yoshlikda ya. 8 tiyinga 2 ta chebureda olardim-da, orqasidan kefir urardim 2 tiyinga. Shu bilan kechgacha yuraverardim. 10 so'm stipendiya olardi. Haqiqatan. 3 oyga yetkazardi. Yapizi bo'ldim. Stipendiya deganingizga stipendiyamni hammasiga plyushim olganman bir marta. Rosa moda bo'ldi, deysizmi? Kaltedi yeganman uydagilardan keyin. Rashid o'g'lini qarang, uchrashuvga chiqib ketyapti. Hozirgilar uchrashuvga qop-qora jintirada chiqadi. Bizchi uchrashuvga qop-qora bo'valib chiqardi. Quyosh qoraytirib yuborardi. Daladan to'g'ri chiqib ketaverardi edi. Sizdan ham cho'milishga qaytyapti, baliq tutardi. Gashti zo'r edi haqqa. Bu yoshlar baliq olib dachaga chiqib ketyapti. Yana gap sassiq endi chiqdi. Nima bo'pti? Bu yoshlar qaynotasini dadajon deb paxta qo'yyapti. Anada Biz yoshligimizda birga o'tirib vino ichardik. To'g'ri. Bir ikkita gapi yoqmasa urardi oxirida. Men kartada bor pulni yutib olardim. Rahmatlik kuyovimni indamas edi. Omidni o'g'li menga qara, sen umringda gazeta ichganmisan? Yo'q, ichmaganman. Bilmaydi-da. Bu biz paytda 1 tiyinga gazeta beradi. Bilaman, 1 tiyinga gazeta, 2 tiyinga kefir beradi. 100 marta aytgansizlar shuni. Kiselchi, kisel. 1,5 tiyinga kisel beradi.